58 ming AQSh dollariga Novostroykadan to'liq 3 xonali kvartirani sotib olishni xohlasangiz, bu videoni albatta tomosha qiling. Mana shunaqa elitli Novostroykalarimizda panoramli liftlar bilan. Yana savdosi bor, ozgina. Kvartirani ichini ko'rsatib o'taman, tomosha qiling. Hurmatli do'stlar, bu Novostroykamizni mana shunaqa zamonaviy panoramli lifti ham bor. Hurmatli xaridorlar, aytib o'tganimdek, kvartirani ichiga ham kirib oldik. Podyezd eshigidan shunday kirish, o'rtada katta va chiroyli bo'lgan holimiz, alohida bo'lgan xonalarni ko'rsatib o'taman. Guluxoy xonasi yo'q. Bu ham eng katta plyuslaridan biri. Kattalar uchun yotoqxona, mana bu yerda esa bolalarimiz uchun yotoqxona. Bu kvartiramiz, bu domimiz 8 etajlik Novostroyka. 8-etajda joylashgan bu kvartira. Mansarda emas, ko'pchilik oxirgi etaj mansarda bo'lishi kerak deb o'ylashadi. Mansarda emas, zamonaviy liftini o'zingiz ko'rdingiz. Mana bu yerda esa hurmatli xaridorlarimiz zalimiz bo'lyapti. Juda ham katta va chiroyli bo'lgan zal. Alohida xonalari, bu juda ham qulaylik. Mana bu yerda esa kuxnya qismimiz, hurmatli xaridorlarimiz. Kadastri barcha hujjatlari joyida, 82 kvadrat metr. Telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Narxi 58 ming. Shoshilinglar, arzon qilib, ozgina arzon qilib beramiz, savdosi bor. Barcha ma'lumotlar opisaniyada.